yazgan To'qayimiz. Agar jirishi foydali jir jirlasa, xalqimiz ko'nglida mangu qolar, ishlarında qolar. Bu Alfiya opa Afzalova kengashi.
sevgine terezeden terezeye güller kuşur sevgine canım süyen dostlar bilen ömür kişir sevgine canım süyen dostlar bilen ömür kişir sevgine sayraşalar güller şeşe yanlarına Asıl kuşlar sayraşalar güller şeşe yanlarına Canım seni işte gören yuvalıdan kanatlarına Canım seni işte gören yuvalıdan kanatlarına
ile Ötkenlerini uylap biraz yaman sulap Kildim eli akkış gülüne
читләшеп, менә әлегенә залдан безнең кулыбызга бик матур бер хат килеп керде. Һәм инде минем сезне шуның белән таныштырып үтәсем килә. Росинкас Татар Республика инкассация идарәсе хезмәткәре Рузия Мәхсүм кызы Ганиеваны түгәрәк датасы 50 яшьлек юбилее белән ихтас котлыйбыз дип языла. Һәм инде аның хөрмәтенә бик матур бер җыр башкаруларын сорыйлар. Әлбәттә, без бuna каршы килә алмыйбыз. Аның хөрмәтенә җитәкчегез Васим Вахитов сүзләренә Изар Хабибуллин иҗат иткән туган көн җыры тапшырабыз. Бәйрәмегез белән.
Yasır olan şalatılardan bizdeşler Hılay vasibitsi bidi paylarsız yaşar
Катюша. Шушының білән Ағидел Дәулет Шерхаби ансамблінің 4-ші сезон өр-яңа концерт программасы ақырына якынлашты. Ансамблебезнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Инсаф Хабибуллин. Баш оркестр Миләүшә Солтанова. Репетиторлар Булат Османов һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Джон Мусин. Ансамблебезнең җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Ялалова. Габдуллина. Hürmetli arkadaşlar, hozir sizning kuchli olqishlar ostida sahna turida Tatariston Respublikasidan Din ham Ma'rifat ministri yo'qdoshimiz Fatahov Engel Davolovni chaqiramiz. Rahmat etingiz. İslamsız hayırlı keç, hürmetli Qozon tomoshasi, hürmetli bizning tanishlar. Mening 15 yilga yaqin rayon boshlig'i bo'lib ishlagan davrida avul xo'jaligida, tuzilishda da boshqa masalalarda bek ko'p o'ng'ayishlar ishlangandir. Lekin o'zim uchun eng istiqbolliq insonlik deb hisoblayman maqtanishda birdan-bir respublikadagi Tatar gumanitar gimnaziyasi maktabi bo'ldi. Birdan-bir respublikada hamon bugun eng yaxshi 100 maktabning birinchiligini haydab boradi. Mana ikkinchisi Ағидел Жырханби ансамблінің davlat statusi berildi. Durustan da respublika yetakchiligine bek zo'r etib rahmat. Ular endi to'plamagan bo'lsa, ular endi olib bormagan bo'lsa, bular bizda turmushga oshmagan bo'lar edi. Shunga ko'ra da Ағидел Жырханби ansambli olmaganlik yaqin. Onun konsertlarini qarau menga allanindi zo'r professional artistlar konsertin qarovlanga yaqinroq. Shunga ko'ra mening birgina konsertimda sahna chiqishida qoldirgan uchun har vaqt kuzatib kerak ekan o'zimning fikrlarimni aytib boram. Durustan da o'zganimda qaragan edi, o'zganimga qaraganda o'ng'ayoqqa o'zgarishlar bek ko'p. Durustan da men ketganda ol deyishlarda yarim professional, yarim o'zishchangina edi. Ko'rasiz bugun Beyişler bana çift profesyonel ravishda o'zlarining sahna xizmatkorlarini boshqaradilar. Qizlar begrab motor, yigitlar alardan qarqilib borar. O'zganiga qaraganda ijod bo'yicha bek ko'p olg'a ketish, vokal bo'yicha o'sish bek zo'r. Durustini aytara kerak, sahna kiyimlari o'zganiga qaraganda bir marra ortiq ishlangan bo'lmay, aytasam kelar. Oyoqqa o'zgarishlar. Endi analiz yasaklajayman. Bir de endi bizning madaniyat ministrining birinchi o'rinbosari o'tira. Onun o'rinbosarlari o'tira. Ular endi chunki u bizning Ағидел Жырханби ansamblining yilga bir qo'yadigan ochiq konsertda shunga qarab detallar endi o'zlari analiz yasallar. Lekin mening birgina fikrim bor. Hajja bu yo'nalishda bek ko'p ishlangan. Liliya o'ng'ayoqqa baribir endi u Ағидел respublikada Oqtanish rayonidagi boshqa bir rayonda yo'qmi, chunki Oqtanish territoriyasida olib qolmagan Ағидел boshqa bo'ylab Oqtanishga kelib qolmagan. Shunga ko'ra Ағидел bo'yida yashagan xalqlarning bir nechta tallarining tarixini mana hozir teranroq o'rgangan sayin birsidan birsi ayirib bo'lmaydi. Oqtanishdan boshqa da bor endi, ishda Tatari, Ufaqda Tatari ko'pingan. Shunday bizimizda bilamiz. Shunga ko'ra baribir mening o'zimning fikrim bilmayman. Yalışamında da şu yo'nalishda şu xalqning gavdalantirgan yashayishin, turmushin, urf-odatini, san'atin shag'ullangan ansambl bo'lgani shu kelajakda shunga tabi o'zgarib boradi. Ko'rasiz, endi oylar Rahmonov yo'qdan nili ansambl yasadi, chiqib chiqarib. Bizning o'rtaga Ағидел bo'yida yashagan xalqlarning chiqsan allanindi biylari, allanindi ijodlari, allanindi sahna saralari. Şu yo'nalishda bir qadr borasiz. Chunki undan siynan summagan uchun alga tavomat o'rtaga olib borganligi uchun Oqtanish endi bek zo'r shaxslar bergan yerlar 99% Tatar yashagan yerlar. Kelajakda da o'shlar sizlarga loyiq, kelajakda da taqdimotlar yig'ishlaringiz bilan Qozon xalqini, Tatar xalqini suyundiraysiz. Rahmat bilan
hürmetli ozanlılar, kadirli yoktaşlarımız, güçlü alkışlarınız, жылы qarашlarınız için zor rahmetlerimizi bildirip, biz sizin bilen kilesi uçuraşmalara kadar sağ olacağımız, isen sağ olunuz.